Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Siz do'stlar, mana blogimni ko'ryapsizlar. Mana bugun To'ychi akani ikkinchi tug'ilgan kuni do'stlar. Va nihoyat sizlar ko'rib o'tgan hamma istoriyani To'ychi akani boshidan ko'rib qolganimizda mana shu kungacha bo'lgan voqealarni hammasini o'zingizlar ko'rib boryapsizlar. Sizlardan podдержка qilganinglar uchun kattadan katta rahmat sizlarga. Sizlar tufayli mana biz shuni o'tiribmiz. Sizlar tufayli mana To'ychi aka baquvvat o'tiribdi, dori darmonlar bilan. To'ychi aka o'zingiz nima deysiz shu haqida? Men nima deyman? Juda xursandman. Noliman mana shu yerda yigitlarni hammasiga kattakon deyman. Birinchi vaqt sizga aytaman. Masalan, menga shu hayot qiziqligi qanday degan. Hayotga qaytib qadam qo'yishga, hayotga yana boshqatdan boshlashga, boshqacha yo'lni qo'yardim. Men bu hayotimizni o'zim endi aytolmayman, nima deydi endi. O'sha ko'nglim qolib, hayotim qolib, o'sha o'lishga tayyor edim. Rozi edim. Lekin shu Xudoga kelgan ekanda, omadi. Mana shu narsalar Xudoga to'g'ri ketmadi. To'g'ri qilib, mana shu narsalar mana shuni oyog'imni yo'q ekan. Kiyim olib berib, baniya olib, soqollarimni olib kerak bo'lsa o'zlari yuvishdi. Yoshgacha unday yuvdirmaydi. Oyoqqa tura olmaydi. O'zlari yuvishdi. Shu qanchalik men jigarlarim, men shu boshqa ayta olamanki, jigarlarim unday yaxshilik qila olmasa kerak. Yo'q, agar endi biz buni olsak, biz bir sababchimiz. Endi Xudo ko'ngliga solgan bir sababchimiz. Biz xohlaymiz, shu hamma o'zbeklar bir yoqadan boshqarsin. Hamma o'zbeklar bir-birini podдержка qilsin. Har xil inson bor. Men peshonamiz bor ekan. Kimgadir men ham yaxshi qilgan bor. Mana shu Xudo to'g'ri qildi. Masalan, 2 kunlik vaqtim qoldi ekan. Men doktor mana shu yerga olib keldi, mana nimaga? Doktorning o'zi oyoq chirishni boshlagan. Men buni davolardim. Yo'q, o'sha oyog'ingiz mana yaxshi bo'lyapti. Ya, Xudoga shukr, yaxshi oyoqda yuraman. Hojat o'zim bo'lib kelaman. Keyin o'slarda kechakam yo'q, ko'rikam yo'q. Lekin keyin Xudoning o'zi nima qildi? Bular davlati bo'ldi. Hayot harakatini o'rgatdi. Boshqa she'r degan akamiz, Muhammad degan akalarimiz, mana akalarimiz hammasiga davla bo'lib har kuni necha kilometr joyga keladi. Kelib davla bo'lib shu nima qildi? Agar birinchi sababchi rahmat degan bo'ladi. Rahmat degan bo'ladi. Shu bolaga bir narsa deb qo'ying. Bugun kela olmadi aka. Biz albatta Ruslanjon shu xabar berdi. Bu qo'y so'yish kerak ekan bu kishi. Qo'y so'ydida mana qovurib berdik, mana tandir qildik. Tandir qildik. Shu bolalar magazinda ishlaydi. Shu bolalar men rahmat deyman. Rahmatga rahmat. Rahmatga rahmat deyman. 1000 bo'lsin, men nimagan bo'lsin. Bola chaqasini rohatini ko'rsin. Hech kamlik holi ko'rmasin, yigit turlari qo'llasin. Men yana nima deyman? Qanchalik yaxshilik bo'lsa shunday tilayman. Rahmat aka. Qisqasi do'stlar, akamizning hamma dokumentlari tayyor. O'zimizning elchixonadan, Moskvadan, dushanba kuni dokumentlari chiqadi. Mana Anvar akamiz ham hamma dokumentlar bo'yicha shug'ullanib, rahmat Anvar aka sizga ham. Qisqasi Anvar aka ertaga soat 7 larga chiqasiz. Sankt-Peterburgdan soat 7 larga yo'lga chiqiladi ertaga. Moskvada esa hozir Anvar aka o'zi aytib beradi. Qisqasi do'stlar, sizlarga yana shuni aytib o'taman. Meni sinfdoshlarim ko'rib turibdi. Ko'plar ko'ryapsizlar. Meni do'stlarim, meni tanigan bolalar, hammalaringizni o'zingizlar to'qsizlar. Sizlardan iltimos so'rayman. Moskvada bor hamma yurtdoshlarimizdan. Iltimos, To'ychi akamizni kutib olinglar. Biz Sankt-Peterburgdan qo'limizdan kelganini qilib, dasturni qilib akamizni yuboryapmiz. Ayoqqa turg'izib, kam kusul qilib, misol sumkalarni to'g'irlab, hammasini joylab yuboryapmiz. Lekin u yerda do'stlar, sizlar kutib olinglar. Akamiz yaxshi kuzatib oringlar, iltimos sizlardan. Meni eng katta iltimosim, meni hurmat qilsanglar agar, sizlardan so'raymanki, shu akamiz yaxshilikni yuborib o'rsanglar, men bilan bir qatorda mana shu yerda o'tirgan hamma yigitlarning boshi ko'kka yetardi. Anaga o'zingiz ayting, soat nechida borasizlar? Qayerda kutib olsa bo'ladi? Salom Moskvadagilar, men bilan ulanish uchun 8953 377 7707. Agar puli yo'q odamlar bo'lsa, bellaydan kutib o'tirsizlar, bo'laveradi 8966
308 74 44 nomerlariga telefon qilishingiz mumkin. Soat 9:00 da elchixona oldida bo'laman. Telefon qilsanglar, kimda kim To'ychi akamizni ko'radigan insonlar bo'lsa ham, pasosan oldiga kelsalar ham bo'laveradi. Ertamoshda bo'ladi. Ikkala telefonlar ham ishlanadi. Necha chizlo kuni? Dushanba kuni ertaga soat 9:00. Dushanba kuni 19-chizlo bo'ladi do'stlar. 19-chizlo. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ertamoshda bo'lamiz. Hammalarni kutamiz do'stlar. Hammalarga rahmat. Moskvaliklarga bu istoriya do'stlar, yana bir narsa aytib o'taman. Sizlar kusoq-kusoqni ko'rgansizlar, yana hamma video roliklari, menda ko'p video roliklar montaj qilinmagan. Boshidan qanday boshlanib, oxirigacha To'ychi akani uyigacha syomka bo'ladi. To'ychi aka qanday qilib uyigacha borgani, xotini, o'g'illari bilan tanishtiraman do'stlar. Qisqasi videoni ko'rib boringlar. Hamma o'z hissasini qo'shgan o'zbeklarga addushi rahmat. Chin ko'ngildan rahmat. Erta kelganlarga ham rahmat. Hamma mana shu o'tirganlarga bir xabar o'tiringlar. Birodan ko'rsatib qo'ying. Iftorlikka o'tiringlar. Mana, to'g'ri aka. Keling. Qo'ying shuni keling. Mana shu akamizga eng katta rahmat qilmaydi. Shermi aka. Ko'p mana shu inson bir baland bo'lib ketdi. Nima bo'ldi? Jigarimdagi. Rahmat shu. Shermuhammad aka, mana sizdan katta rahmat. Siz qilgan yordamni o'tmay chachoningiz bilan. Biz aqlqamiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Biz doim xizmatda aka. Mana biz mana shu nima bo'lsa mana kelib berman. Ishonsanglar do'stlar, akamizni pampersigacha almashtirgan ana akamiz. Hojatgacha olib boradi. Hojatgacha olib keladi. Vot endi o'zinglar Birding bo'lsin. Yigitlarni qo'llasin. Farzandlarning rohatini ko'rsin. Jirkanmadim endi, jirkanmadim. Akam yo'q, ukamda. Siz ham bizga o'xshagan sizdan jirkanamiz. Siz ham odamsiz. Endi har xil inson bo'ladi. O'tiringlar iftorlikka, nimalar sovdi. Ana shu akam haqida bitta narsa denglar, ana shu akam haqida. Что можешь про это ты сам сказать? Я в шоке. Спасибо, брат, за хорошие слова. Хорошие слова. Это мой старший. Yo'q, bunda ishtaqa. Do'stlar, hammalarni Moskvaga kutamiz. Murolim sizlar bilan birga boradi, do'stlar. Murolim akamiz bilan birga boradi. Vaqtim yo'q, shuning uchun Murolim qo'shilib boryapti. Hammalarni va chiqqan hammalarni birma-bir videoda ko'raman, do'stlar. Hammalarga rahmat. Murolimni xafa qilmaylar. Qo'ylardan kelguncha Murolimga ham yordam beringlar. Shu qatorda Murolim ham yana 3 ta kasal odamni oldiga boradi, xabar olib chiqadi. Do'stlar, iltimos kimdagi moshin bilan yordam bersa, yana 3 ta odamni oldiga borib, kasallardan xabar olib chiqadi Moskvadagilardan. Yordam beringlar, do'stlar. Rahmat. Rahmat.